Mana shu turgan joyimni men balkon deyishga uyalaman, chunki bu bitta xonaga o'xshaydi. 3 xona, 4 xona qilingan xonadonga kelganmiz. Birinchi etajda joylashgan, 2,5-6 metr kenglikda mana shu balkonimiz bitta xona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Qarang, o'zini podval qismiga ham ega. Bu podval qismi xuddi shu xona hajmida keladi. Demak, parda, gilamlari, remontlari tayyor holatdagi ushbu xonadonimiz 22-maktabning yonida joylashgan. Issiqlik tizimlaridan muammosi yo'q, chiroyli radiatorlar qimmatlardan qo'yilgan. Kattalardan va gaz, svet, hamma shotchiklar o'rnatib bo'lingan. Demak, xonadonni sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Hozir balkon qismini ko'rib o'tdik. Bu oshxona qismi, oshxonada ham deyarli hamma ishlar tugatilgan, faqat mana bu joyda uyimizning egalari tomonidan idish-tovoq yuvadigan moslamalar ham o'rnatib beriladi. Ovqatlanadigan joy qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Mana shu joyda o'zida. Keling, asosiy kirish eshigidan boshlab ko'rsataman sizlarga. Mana bu koridor qismiga ham e'tibor beringlar. Buni o'zi ham bitta xona hajmida keladi. Demak, asosiy kirish eshigidan kattagina koridor qismi, bu tarafda bitta katta mehmonxonamiz. Keling, ko'rsatib o'tamiz kengligini. E'tibor bering, qanaqa keng, tiqilib qolmaysiz. Bemalol ushbu joyda mehmonlaringiz kerak bo'lsa, ikki qator spokойно sig'ib ketadi. Parda gilamlar qilingan, ortiqcha ishi qolmagan xonadonni. Kirib yashashga tayyor, faqatgina mebellarni olib kirish kerak bo'ladi. Demak, katta mehmonxona qismini birinchi xonamizni ko'rib o'tdik. Bu ikkinchi xonamiz. Buni ham shunaqa chiroyli remont qilganlarki, xuddi mehmonxonaga o'xshaydi bu xonamiz ham. E'tibor berasizlar, dizayniga mana bunaqa yorug'liklari zamonaviy ko'rinishda qilingan. Xonadon to'liq parket bo'lgan, qimmat narsalar ishlatilgan. Birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yuvinish xonalarini ham alohida ko'rsatib o'ting. To'liq kafel qilingan, qimmat narsalar ishlatilganligini yana bir bor eslatib o'taman. Eshiklarga ham alohida e'tibor berasizlar va mana bu joyimizda yana bitta garderobli joyimiz bor. Ortiqcha narsalaringizni bemalol saqlasalaringiz bo'ladi. Hojatxona qismini ham ko'rsatib o'taylik. Bu xonadonni remontlariga alohida e'tibor berilgan. O'zini yaxshi ko'radigan odamlar mana shunaqa chiroyli remontli xonadonni xarid qiladi. Demak, biz ikkita xonamizni ko'rib o'tdik. Endi 3-xonamizni ko'rib o'tamiz. Keling, qarang, 3-xonamiz kattalar yotoqxonasi qilib ishlatishga mosroq. Xo'p, bu yoqda ham parda gilamlar qilib qo'yilgan, aboylarni ham chiroylilardan tanlangan. Rozetkalarga, включательlarga ham e'tibor berasizlar. Oddiy narsalar ishlatilmagan. Ushbu 120 metr kvadratdan iborat birinchi etajda joylashgan 3 xona, 4 xona qilingan hamda yana o'zini 15 kvadratlik podvaliga ham ega tayyor mana shunaqa remontli xonadonimizning narxi $100,000 ga baholandi. Narxini qimmat deyishga shoshilmang, chunki bilasizlar, bu yangi dom, pishgan g'ishtli dom hamda remonti kvadrat metr uchun shunaqa narx so'ralmoqda. Albatta, ustida savdosi bor, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan holatda ushbu uy haqida to'liq ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Kelib ko'ring, ustida savdolashing, albatta egalar tomonidan chiroyli narxlarda o'tib beriladi. Ipoteka bo'lmaydi, faqatgina naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqa yaxshi joylardan chiroyli tayyor xonadonlarni bizning kanaldan topasizlar.